Pindo. Короче, Pindodo'dan распаковка qilamiz. O'shalikcha ichida nimalar bor? Nimalar zakaz qilganim esimda yo'q, lekin bir oy oldin qilganman. Voy, o'lay, bu qana ochiladi. 100 qavat urib berish. Qani qo'ya. Nimalar bor? Oh, ochildi. Qo'shilib tashlash birinchisi. Paket ichida paket. Men bunaqa bunu qaytaramiz. Ikkinchisi. Ay, bu paket ichida paket. Faqat paket olgan ekanman men. Bunun ichida yana paket chiqsa, o'zim o'ldi. Meni yillar davomida, oylar davomida kutgan tenim keldi, paletkam. Yaxshi degan umiddaman. Bunaqa originaldan ishlataman, brendvilardan. Kitobchasi 3 xil rangdagi. Bunaqa rang. Saytini o'zida oldim. Pigmentatsiyasi professional darajada emas, lekin normallik. Keyingisi yana paket ichida paket. Glitter. Buni oxirgimiz taqinchoqlar. Bunaqa. 9 ta ketdi. 10 ta bo'lishi kerak edi. Bitam yo'q. Mana shuni taqib ko'raman. Sirg'am qanot turdi bilmayman, oynaga qarayman. Короче, spakovkamiz tugadi. Uyimiz musorga to'ldi. Lekin olgan narsamiz shu bo'ldi xolos. Mayda yana bor ekan, kechiringlar. Kiprik. Wow. Kim ketyapti? Hozir ekib ko'raymikan? Ekib ko'ramizmi? Kiprik ekish videomiz alohida chiqadi. Nima deb o'ylaysizlar? Pindoodagi narsalar yaxshimi, yaxshi emasmi? Izohlaringlarni kommentariyada kutib qolayorim. Muzdur tashagan chiqsam yana bitta paket kelibdi. Men jinniga o'xshab Hashbox degan приложениеdan o'yin o'ynadim. 18 mingga 2 marta o'ynadim. Menga chiqqan narsani olib ko'ramiz. Nima, jinnixonada tug'ilganmikan? Buni qarayman. Vapish kerak narsalar chiqqan. Mana bunaqa 9 mingga paket yutib oldim. Costco'ga borib shuni pulimni yo'ganimda 2000-3000 ga berardi. Ovqatlarni solib, hamma joyga solsa bo'ladigan bunaqa paketli yutib oldim. Ichida 3 ta ekan. Buni nima qilaman, qayerda ishlataman bilmayman, lekin ishlataman. Lekin umuman pulingizga arzimaydigan narsalar chiqadi. Menga maqtashda pulingizga arziydigan, pulingizdan zo'r narsalar chiqadi deb bu yerda o'sha gapiga. Bunaqa skоворodka yutib oldim. Tuxum qovuraman bunda endi. Nima bilmayman, shunaqa narsa yutib oldim. Qisqasi 20 ming pulni ko'timga tiqdim. Dastavka pulini ham to'ladim 3 ming. Menga o'xshagan ahmoq bo'lsang o'ynab o'tirmayman. Narsalar yutib oldim. Duparaz bo'lganim uchun. Qisqasi shunaqa gaplar. Xayr.